yosh bola 1-2 yildan keyin kelishgandan keyin shunaqa go'dalik bo'lib ketgan, men uni tanimadimda hayron bo'lib qoldim haligini o'sib ketganiga. Men aytayapman, gormon ber desa hammasini so'rayman, yo'q deyapti onasi. Men kuni bilan ishdaman, uyda o'zi bilganini qiladi deyapti. Keyin uyda nima qilasan, men ertalab turding, nima qilasan desam, onasi aytayapti, nima qilardi? Energetika ichadi, uxlaydi, energetika ichadi, uxlaydi deyapti. Onaga qarab, energetika nimaligini bilasizmi desam, napitka o'zi yaxshi ko'radi o'shani deyapti. Mana ona uni anaqasini bilmaydi. Keyin ancha o'tgandan keyin otasi olib keldi. Sizga olib keluvdi, baribir ham effekt bo'lmayapti dedi. Buni dedim, narkosentrga olib borishingiz kerak dedim. Shu bilan jahli chiqib ketdi. Siz nima deyapsiz? Menda o'zi 2tagina o'g'il bor. Bittasi men bilan ishlaydi, bu kuni bilan uyda qanaqa narkotik oladi deyapti. Men uzr so'rayman dedim. Men ish qilib xato qilayotgan bo'lay dedim. Keyin nimani tekshirish kerak dedim. Machani tekshirish kerak dedim. Machani oling deb tekshirib keling dedim. Bir hafta 10 kundan keyin sekin boshini egib kirib kelyapti. Machadan положительный chiqdi. Endi qayerga olib boryapti? Narkosentrga olib borasiz deyman. Ota-onalarni o'zi farzandlarini yaxshi kontrol qila olmayapmiz. Onalar ko'pi ishda. Turmush tashvishi, oilani tashvishi, endi baribir farzandi nimasiga, xulqiga onalar javobgar. Onalar javobgar, otalar emas. O'shaning uchun onalar ishga chiqib ketgani uchun farzandlarimiz ko'p shu yo'llarga kirib ketyapti. Baribir kontrolni yo'qotishimiz kerak emas, kontrol qilishimiz kerak. Qayerga bordik, qayerga keldik. Ham ishonish kerak, ham tekshirish kerak. Chunki bu bolalarda hozir shunaqa period. Ular bir 20-25 yoshgacha men uyda ham aytiraman, agar keyinchalik yugurishni xohlamasang, hozir yurgin ketidan deyman farzandlar.